Yana tunda bezovta qilishyaptimi? Nima, tundan boshqa vaqt yo'qmi? Kim hozir? Uyquni ham beliga tepishdi. Ha, Jitel, nima bo'ldi? Nima, Haytar? Uxlab yotishga qara. Nima, unutib qo'ydingmi? Axir bugun Halloween bayrami-ku. Xudoyim, butunlay unutib yuboribman. Ha. Wow, chiroyli qilib, qo'rqinchli qilib bezatibsizlar. Okey, men hozir boraman. Yaxshi, tezroq chiq, bayram qilamiz. Okey. Uyqum ham ochilib ketdi. Telefonimni olaman va mazza qilib har doimgidek o'tiramiz. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Haytar. Okey, mana bugun Halloween bayrami ekan. Unutib ham yuboribman. Mazza qilib qo'rqinchli hikoyalar aytishib o'tiramiz. Mana bu yerga soxta qonlar, oshqovoqlar, mana bunaqa bezatib tashlashibdi-ku. Torchlar, okey. Haytar. Jin ursin. La'natli, Jitel qo'rqitib yubording, yaramas. Bir hazillashay dedim-da. Mayli. Yura qol. Okey, ketdik. Bu yerda nima bo'lyapti? Juda ham chiroyli joy qilibsizlar, yaxshi. Ha. Salom Haytar. Salom Jitellar. Haytar, men hozir kelaman, suv ichib kelay. Sizlar biror narsa qilib turinglar. Yaxshi, bemalol biz qo'rqinchli hikoyalar aytishib o'tiramiz. Bolalar, kim aytadi? O'zim aytib beraymi qo'rqinchli hikoya? Ha, zo'r bo'lardi, Haytar. Yaxshi, unda yaxshilab o'rnashib olinglar. Qani go, men aytishni boshladim. Bir kuni do'stim bilan o'rmonda yurgandik. Shunchaki sayohat uchun o'rmonga kirdik va u yerda g'alati narsalar bo'la boshladi. Turli xil mavjudotlar xuddi bizni kuzatayotgandek edi. Va u yerdan biz qaytib ketishga qaror qildik. Uyga bordim. Uyda endi uxlamoqchi edim. Do'stim ham uyga ketdi. Lekin xuddi shu vaqt ham meni kimdir kuzatib turganday edi. Vobshe qo'rqinchli aytasan-da, Haytar. Ha, eshit. Va o'sha vaqt men jin ursin, nima ovozi bo'ldi bu? Jitelmi? Hozir kelaman men. Nima? Hey, sen kimsan? Nima, qo'lida pichoq bormi, yaramas? Jin ursin. Qishlog'imizda faqat Jitellar bor edi-ku. Mayli, balkim Halloween bayramiga kelgandir. Jin ursin. Jitel? Yo'q, la'nati. Faqat bu klaun ishi bo'lmasa bo'ldi. Bu la'nati masxara boss hozir shu yerdan kelgandi. Yaxshi, tezroq Jitellarga yetkazishim kerak bu xabarni. Jitellar, aytsam ishonmaysizlar, ana u Jitelni yaramas qandaydir masxara boss o'ldirib ketibdi. Nima, ahmoqmisan? Balkim hazillashayotgandir. Yo'q, rosa ham qon bo'lib yotibdi hamma joyda. Bir pasda kim ulgurdi ekan shunday qilishga? Nima, bilmadim endi. Qarata bizni ham qo'rqityapsan, Haytar. O'zim ham qo'rqib ketyapman. Xudoyim. Haytar, ortiga qara, ortingdan. Nima? Kim ortimda? Yo'q, jin ursin. Yo'q. La'nati, shumakan qo'rqib ketdim. Jitel, nima bo'ldi? Nima, unutdingmi? Axir bugun Halloween bayrami-ku. Mana barcha yerni bezatdik. Lekin meni chiqqim yo'q. Meni bo'lar deyapsan, yura qol. Yaxshi, mayli. Ketdik. Nima qilamiz o'zi? Nega qo'rqyapsan? Qo'rqatganim yo'q, shunchaki ketish qo'rqinligi uchun aytaman xolos. Yaxshi, sizlar o'tirib turinglar. Men hozir kelaman. Nima, barchasi tushimdagi kabi bo'lyapti. Nimadir dedingmi, Haytar? Yo'q, o'zimga gapiryapman. Xullas, nima qilamiz endi tunda? Nima ham qilardik? Biror qo'rqinchli voqea bilasanmi? Yo'q, faqat bu emas. Qo'rqinchli voqea ayta olmayman. O'zlaring aytishlaring mumkin. Biz qo'rqinchli voqea bilmaymiz. Yaxshi, unda men uyga ketdim. Mayli, Jitellar, yaxshi qolinglar, bo'pti. Soat ham 3 bo'libdi. Xayr. Nima, Haytar, indamay ketib qolyapsanmi? Uxlayman, charchaganman men. Yaxshi, jin ursin, ish qilib tinchlik bo'lsa bo'ldi. Barchasi tushimdagi kabi bo'lyapti. La'nati, jin ursin. Xudoyim, nima bo'lyapti? Tushunmayapman. Yo'q. Axir bu rostdan ham tushimda ko'rgan edim. Endi u uyimda turibdi. Nima qilsam bo'ladi? Jin ursin. Yo'q. Kimga aytishni ham
Yo'q, menga tegmay iltimos. Boshim. Qayerdaman? Nima? Jin ursin. Nega meni arqon bilan bog'lab qo'yding? Yo'q, jin ursin, iltimos menga tegma. Yo'q. Yo'q, iltimos menga tegma, yo'q. Yo'q. G'alati. Nima, soat 9 bo'ldi. Hayter hali ham uxlab yotibdimi? Hayter, uyingdamisan? Chaqing. O'zim qarab uyg'otmasam bo'lmaydi. Hayter. Nima, Hayter? Qo'lingda pichoqmi? Nega bunday kiyinib olding? Yo'q, nima? Yo'q, menga tegma. Yo'q.